Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 5-may kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Shoshmang. Siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyada O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 40 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11993 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,199,353 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 32 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 14,054 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,405,402 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubli kursi esa 0,96 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 158 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 158,520 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,02 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25820 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tangi kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.